Hammamiz bitta otadanligimizni bilarmi deylik. Men bildim, hozirlarga ham tushuntirib beraman. Ketma-ket qo'yib boriladigan ishlarim bu birinchisi. Va sizlar bilan art kalligrafiyani qanaqa qilib eng oddiy usulda chizishni o'rganamiz. Shunaqa oddiy kompyuterga qog'ozni yopishtirib olib, ustidan yozib chiqasizlar. Qarabsizki, sizda tayyor kalligrafik yozuv bor. Buni xohlasangiz daftaringizga yoki menga o'xshab kichkina kanvachaga bemalol ustidan bostirib yozib chiqsanglar bo'ladi va sizda shunaqa yozuv paydo bo'ladi. Otamiz bittaligiga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib yaralgan odam inson bu odam alayhissalom edi va ular payg'ambar bo'lganlar. Ulardan keyin bo'lsa birinchi yaralgan ona momo Havo onamiz. Ular mana shu ikkita insondan butun insoniyat tarqalgan. Charlz Darwin aytganidek hech qanaqa maymundan yaralmaganmiz. Bu haqda 365 kun payg'ambarlar degan kitobdan o'qidim va eng yoqqan joy menga insonni Alloh aziz qilgan ekanda, shayton ko'rganda birinchi men oluvdan yaraldim, men undan ustunroqman tuproqdan deydi-da. Alloh aytadi, men insonni eng go'zal suratda yaratdim deb aytadilar.